efsane Baxtim veyrane Kınısılar emdi dostlarım Rahmat. Mush kitap soğuk kılıp pek isil işini kıldınız. Rahmat sizge. Hemimizge kitap hemrah olsun. Köptün köp rahmet etimiz. Hoş azizlerimiz. Ende bizniki jigitimiz Rahmanca Avut Özahal jigitimizniki Ustazi Zahir Burhan Efendi şundakla bayatın dep ötten tılgı ep ötken bizniki Kaşgar Sanat Mektebindeki sabık müdiri ustazımızne Ablat Efendimge şundakla bizniki muş keçiligimiz üçün yolunu jirak kömeyi Kazakstan'dan bugünkü keçiligimizge kadam taşır kılgan Ablat İslamov ustazımızны muş teknege teklif kısak muş ustazga Rahmanca Avut Özhal jigitimizniki azırak bir köngül soğusu var eken ustazlarga. Kapamay vaqtыңlarni ap koyduğan bolduk azizlerimiz. Ana şu iki ustazni bir hoş qana Rahmanca Avut. Hoş rahmat mana keldi. Assalomu alaykum ustaz. Men qo'lingizni tutib olay. Hoş Rahmancan Avut Özhal jigitimiz qana. Ha toplamış ketmesin cuma. Hoş, qana. Açık bere. Rahmat qizlarimiz. Rahmancan Avut Özhal jigitning mana mashina bir fursatda ham ustozlarga bir o'zininki köngül soğusunu ifadalab qilib og'iz keldi. Xo'sh, yosh ustoz Zahir Burhan Efendimga do'ppa. Assalamu alaikum. Bugün ben bir eğiz artık gep kılıp vaxtınlarını anmakçı emez.
Lekin ma zürriyet emdi ablatkam bayatın dedim Ablat Tursun Kaşqa sanat mektebide bizning şu sanatningki bag'riga başlap kirguchi ustozimiz bo'ldi. Hozir Demelishda biz mush farzandlar bilan mishad ishlaymiz. Mush ustozningki bir eg'iz gipi bilan bizningki shu endi taqdirimiz o'zgargan bir yerlari var. Mening ko'nglimda batdi. Ammo tonni bunu tapmak asan ama lekin 4 eg'iz gap bilan mush elni bir guvoh qilib keydurmakda askan. Shuningga bir alqish bersanglar rahmat. Undan keyin Ablat Islamov akamiz bilan biz 98-yili hamda o'qish bitirib kelgan vaqtimda shu bizning idorada jiq ham suhbatildi bo'lgan Ablat Islamov akamning ismi balkim sizlarga notunish, ammo biz san'at maktabi Beijingda o'qiyotgan vaqtda anglagan masalan Superisi, Mushtari, Seg'inding bu degan naqshlarningki ijodchisi, yar oyna. Mushu hamda qo'y o'ltirib kagil bo'lmaydigan nurg'un odamlar keldi, ammo hali ma ustoz bo'lgan hamda hurmatim cheksiz. Biz mushunda ustozlarning ki izidan besib shu yurak bilan keldik. Yana mushqataday men yana shu Almutadin mushu san'atimiz uchun tomosha qilish uchun kelgan Ahmadjinkam, Gulchehradam, Kamalkam bu saram odamlarga tashakkur aytaman. Hammanglarga rahmat. Rahmat, tashakkur. Assalamu alaykum. Hürmetlik Rahmancan Avut öz hal setetining sadiq shaydalari. Bugungi kechilikni barchamiz xush kayfiyat ilkida tomosha qilib, har bir naqshini dilimizdan chavaqlag'i bilib qarshilayapmiz. Naqshini inson Muşu dünya yarılışı bilen nakşı saz yaralgan buluş gerek. Şunun için atı boğularımız nəğmi nava bostalları da seyli kılışını hop bilgen. Nakşını insan kaçan ve kaysı muhitte icra kılmışsın, o insaniyat ki fakat izgülükten, muhabbetten, sadakatten, itikatten savak berip gelgen. İtibar bergen bolsаңlar, naqshlarda insonning yot takallim etilmagan ham etilmaydi. Naqshi insonni hayajonga keltirgidek, she'rin o'ylag'i bo'lugidek, odamning ruhiy dunyosiga davo bo'laligidek sirli xislatlarga ega. Naqshini faqat ovoz bilan emas, belki bütün vücudu bilen icra kılgan büyük sanatkarlarımızın bugünkü kadar sanat süyer halkımız tilida hem dilida saklap geliyordu. Rahmancan, ben sizni şu halk söygen büyük sanatkarlar katarından orun ilişinizga çin dilimden dilektaşman. İcadınız ösüversin. Rahmet. Endi men bu qo'shilyapman, o'yinimizning boshlanishidami dedim, arliqladimi deb kelyapman. Yana shuni degim kelyapti azizlarimiz, vaqtinglarni olib qo'ygan bo'lsaqmi, shunda bir fursatlarda so'zlashib olaylik, deyishib olaylik ichki gaplarimizni. Mana Rahmanjon Avut o'zhal yigitimiz bilan men 1994-yili tanishgan. Ya'ni Beijingda tanishgan. Meningki 4 yillik bir qozonda tomoq yeb, qo'shni yataqda birga yetib, darsga birga chiqib, aktyorlik kasbini birlikda bitirib, ana shu hozirgi Xinjiang san'at yurti opera teatr o'migida birga taqsim bo'lib, ta mushu kamgacha ana shu teatrimiz uchun birlikda to'kfimizni qo'shib kelayotgan savoq adashmiz, xizmatdoshmiz, kasbdoshmiz, do'stmiz. Kagina bir baq-baq qilib olaysiz. Endi savoqdishim, bu mening do'stim. Jiq gapni degim yo'q. Ana shu teatrimizda o'qiyotgan vaqtimizdan boshlabla
O'zi bayatdan deb o'tdi hamda tunji yozg'inim u bu hamda kechalmayim sening deb aytdi. Lekin maktabdan boshlabla savodishim yezishga kirishgan, aytishga boshlagan, aktyorlikni boshlagan. Bir gapni degim kelyotdi. Bir kuni maktabniki shu o'quvchilar uyushmasida men chaqiribdi. Men bularning sinf boshlig'i bo'lgandan keyin kalimo ganjingolay deb shu yugurib bordimda o'quvchilar uyushmasiga borsam, oqshom sizlarning sinfda birsi yangidan kelgan dedi. Ha desam, kech tovlab chiqdi dedi. Ya tovlimida naqsh etdi desam, kim u dedi. Yakan Xongdi degan bozordan kelgan Rahmonjon Avut degan savodishim. O kechida uxlamasizlar Shinjongda dedi. Ya uxlaydi, u bek hayajonlanib ketibdi. Deb shundan bilan bunga chiqib, adash, mush kunduzi chalsang, kechisi chammasang, Beijingdagilar uxlaydi-ku, sen uxlamagan bile. Desam bu xo'p ko'rdi. Demakchi o'g'lim, savodishim ana shunday tirishchanliklarni bildirdi. Kasb jihatdan emas, til jihatdanmi Rahmonjon Avut bizni besib tushgidek tirishgan. Tunji bag'a vaqtida Rahmonjon Avut Xanzu tilida intayin nachardi. Biz tarjima qilib turdik, ko'proq tarjimonni men qilib turdim bunga. Ma'lum bunda deydi, ma'lum bunda deydi deb. Bu hali deydi, ma'lum gapsa, Rahmonjon tushunolmaysiz, hali deydi bu. Rahmonjon jindan tushida olmaysiz. Ha? Rost qo'sh ketsa. Rahmonjon do'stim butun savol deb. Voy, nima desa savol dedi, unda emas, manda deyotdi dedim. Lekin savodishim biz uxlasak bu uxlamaydi. Til jihatdimi o'ziga shunday nim qilib, hozir raskab Xanzuchi roman, povuslan akapasak, mendan yaxshi o'qiydi bu. Lekin buning tirishchanligi opirin. Men mana shundan o'g'inaman. Ham o'ginib kelyapman. Shundan atab hamda men mushkechiliklarda so'zlayapman, nayt xo'jalik qildi. Sen gerçi menga shunday bir riyosatchi so'zlarini bergan bo'lsangmi, men azra qalam tavirtib o'zim bunda bir narsa yozib chiqdim. Shundaqla pastlik azizlarimizmi anglab baqsin, bir baho berib beqinglar yozg'inim bo'ptimi, bo'lmabtimi, sen bir anglab baq. Senda yozolmayman. To'g'raqdek chidamliq dehqon, yulg'undek mazmut dehqon, ziminning sirdishi dehqon, oq ko'ngil bakmi tuz dehqon. Shunda oddiylikda to'ni bor, ulug'likda nomi bor inson dal, mehnatkash, halol yashaydigan dehqonlardir. Rahmat. Xo'sh, mana yinimda tug'an mening savoq adishim Rahmonjon Avut O'zhal, Yakan noyisining chat yezlaridan biri bo'lgan Xongdi bozoridagi bir mehnatkash, halol yashaydigan dehqon oilasida tug'ilib o'sgan. Ashu chat sharoit nachar tuproqda o'sib yetilgan bo'lsa-mu, lekin uning orzulariga yo'l ochib beradigan fidokor, guldek ota-onasining tarbiyalab qatori ketish bilan mana bugunga keldi. Mishadaman bugungi kechilimizga qadam tashib qilgan Rahmonjon oilasidagi ana shu ota-onamiz boshchiligidagi mushtavanda o'tgan barliq ota-onalarimizning umri uzun bo'lsin. Bosqan qadiminglardan gul unsin. Har bir farzandlarning shu ota-onalarimiz uchun vaqt chiqarib yo'qlab turishini, azizlab turishini, suyib turishini, bo'lsa hoppash etib, o'ynatib turishini umid qilaman. Ham shundaqla bo'lsa, bizningki shu Rahmonjon Avut oilasidagi Aşu suyumlik ata-onamiz o'rningizdan bir turib bergan bo'lsangiz, sizning gul chiroylaringiz bilan bir tunishib olgan bo'lsak, marhamat, qani. Rahmat, ko'z tegmasin, umringiz uzun bo'lsin. Xo'sh, saboq adishim, anda bo'lsa, andiki navbat yana davomli saknini san qoldiraman. Yaxshi tilak so'zlaring bilan buningdan keyingi andidagi kuylaringki ata-onalarimiz uchun bo'lsin, sho'x-sho'x kuylaring, mo'ng'liq kuylaring. Rahmat senga, marhamat.
bitmen şuranne bitmen buranne Abuz bitmen şuranne bitmen buranne Deri zengi